Nevara qaragan buvilarga $200 haq to'lanadi. The Independent nashrining yozishicha, Janubiy Koreyada buvi va bobolarga nabiralarini parvarishi uchun oyiga taxminan $200 dan nafaqa to'lanadi. Yordam dasturi 2023-yilda sinov tariqasida Seulda boshlangan. Unga ko'ra, agar buvi, bobo yoki boshqa qarindoshlar har oyda kamida 40 soat davomida bolalarga qarasa, oilalarga oyiga $200 to'lanadi. 2025-yil so'ngiga qadar Seulda salkam 5500 kishi ushbu yordamdan foydalangan. Dasturda ishtirok etishning asosiy sharti oilalarning 2 yoshdan 3 yoshgacha farzandlari bo'lishi, oila daromadi esa milliy o'rtacha ko'rsatkichning 150% dan oshmasligi kerak. Shuningdek, ota-onaning ikkalasi ham ishlashi yoki farzandlari ko'p bo'lishi kerak. Dastlab Seulda yo'lga qo'yilgan dastur muvaffaqiyatli deb topilgan. Endilikda Jeju oroliga ham tatbiq etilishi ko'zda tutilmoqda.